Mashinani ko'rinishiga e'tibor bermaysizlar akalar, hamma yo'q loy. Mashinamiz Cherry-Tiggo 7 Pro. Akamiz o'g'ridan qochib qaroqchiga tutilib olganlar, ya'ni yo'ldagi betonkadan qochib dalaga kirib ketib qolganlar. Xo'p, dalada ham yaxshigina katta tosh bor ekan. Mashinamizni poddonini yorib olgan. Mashinani motor moyi qonni oqib ketgan. Eng qizig'i, mashina motor moysiz naqd 3 kilometr yurdim deyaptilar. Chunki mashinani hech kim tortib olib chiqarmagan. Mashinani orqasidan tortib, oxiri o'zini kuchi bilan yurg'izib, o'zini kuchi bilan olib chiqdim va evakuatorda oldigacha o'zim minib bordim deyaptilar. Ya'ni 3 kilometrdan oshiq motor moysiz yurgan. Buni biz poddonini qo'ydik. Xo'p. Moylarini quyib, endi sizlarni nazorat qilamiz. Xudo xohlasa akamizga vaqt qush qo'ngan. Motor tiniq ishlayapti. E'tibor beringlar. Motorlari ancha baquvvat chiqqan bu mashinalarda, xavotir olmaysizlar. Yaxshi e'tibor berib qarab, yaxshi moy quyib, yaxshi yuzni quyib yursaning, motorlari ancha baquvvat. Akamiz omadlari kelgan.